Alloh taolo aytadiki, ey gunohlarda isrof qilib yuborganlar, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Chunki Alloh kechiruvchi gunohlarni, tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. G'afurul vadud deb keladi, ya'ni u kechiruvchi va yaxshi ko'radi uni ketidan keyin, kechirgandan keyin. Kimda kim agar tavba qilsa Robbisiga, men o'sha bo'ldi yaxshi yo'lga qaytmoqchiman, to'g'ri bo'lmoqchiman, Robbim senga qulchilik qilmoqchiman deb kimda kim qaytgisi kelsa, Alloh shuna xursand bo'lar ekan. Xuddi sahroda kimdir tuyasini yo'qotib qo'ysa, keyin umidini uzib o'ldim deb o'ylaydi-ku. Keyin o'sha o'ldim deb o'ylaganda tuyasini topsa, ustida o'sha suvlari bilan, ovqatlari bilan qanaqa xursand bo'ladi odam? Alloh taolo undan ham xursand bo'lar ekan. Chunki bir bandasi Robbisiga qaytsa, shunaqa xursand bo'lib ketar ekan. Shunga bu dunyo arzimaydi. Men o'sha murojaat qilmoqchiman yurtdoshlarimizga, xususan o'sha show biznes ahliga murojaat qilmoqchiman. Bu dunyo arzimaydi. Ramazon oyidan o'sha gunohlarimizdan pok holatda chiqishlikni o'zi nasib qilsin. O'zgarib chiqishlik nasib qilsin. O'sha botil narsalarni tark qilgan holda. Subhanakallahumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka va natubu ilayk. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.